Bu uy olgan odamlarga oyiga $600 kelib turadi. Komil aka. Shunaqa. Shu rostdanmi? Shunaqa aka. Xullas, uyim joyim deganlar 2 xona, 3 xona qilingan uyga keldik. Metro oldida ekan. Shuni Do'stlik metro bor bu yoqda yer usti metro. xullas, birin-ketin ko'rsatamiz. Birinchi xonasi Kelinglar. bu uyimizni. Bu detskiy. detskiy xona qilib qo'yilgan. Shkoflar, hamma narsasi bor. Bo'ylarni ham shunga mo'ljallabsiz. Ha. Gap yo'q. Yo tomonida Bu esa oshxonamiz. bu oshxona. Ayollarning sevimli joyi bu. Zo'r. Отопленияsi qanaqa? Отопление zo'r. Aha. Отопление kotelni 200 metr nariyoqda Xullas, joylashgan. issiqgina ekan-da. Zo'r. Endi mana bu zaliga bitta e'tibor berasizlar. Boshqacha yoqqan bo'lsa, like bosishdan chiqmasin, освещениясini ham boplashibdi. Divan lamptagi chiqadi hammasi. Ha, chiqadi. Ha. Mebel texnikasi qoladimi yo'qmi? Hamma narsa qoladi. Ha, hamma narsasi qoladi. Xo'p. Ularga sotasizmi uyga? Men o'zim sotib ola qolay. Spanling bitta Gap ko'rsatgan, yo'q. kattaligini. Kengina ekan-da. Bog'cha maktab necha metr o'zi? Xo'p, maktab 200 metr, bog'cha 150 metrda joylashgan. Parkovka qiladigan joyi ham bormi? Parkovkadan kengchiligi bizada. Bu joyimiz qayerda joylashgan? Bu joy Yashnobod kotelning oldida joylashgan. Katening oldida Arentir Arentir Parvoz to'yxona. narxi keladigan bo'lsa, necha pulda olsiz endi? Narxi shu 55 ming. Bo'ladiganini qo'yinglar o'zimiz obunachilarga. Endi obunachilaringiz bilan siz yaqinsiz. Xullas, $53,900 ga qo'yamiz. Yana sunnatiga o't beradigan joyingiz bo'ladi. Yana Bo'ladimi? o'tamizmi? O't beradigan joyi bo'ladi. Mayli. Xullas, uyim joyimni deganlar, foydalanib qoladigan joyi oyiga $600 $600 kelib tursa, qorinni ortadimi, aka? To'g'rimi? Abdulaziz aka olgan bo'larmi deysiz? Eng qizig'i, uylarning narxi tushmaydi, mashinaga o'xshab. Ha. Ushbu joyim sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Komil akam shaxsan uy egalari nomerini videosida qoldiramiz. Uy joyini kvartirani olib qo'yib, arendada pul topib turaman deydigan insonlarga jo'natib qo'yishingiz chiqmasin.